Altın zibuzinnat tijoratida nesi qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Hurmatli doktor ustoz. Altın zibuzinnat tijoratchilari odatda do'koniga mal to'liqlash jarayonida top mal chiqaradigan o'rinlardan do'koniga kerakli mallarni tanlab, gramlab bo'lgandan keyin buni ashu kunning oltin bahosi bo'yicha hisoblatadi. Lekin olg'uchi va sotquchi ikkalarining cho'pqatlik va tijoratdagi hamkorlik munosabati bo'lg'achqa oltinning pulini shu chog'da naq bermay, elib ketib biror qismini setib yoki sotgan siri kunlik savdoga qarab berishga hamkorlik o'rnatadi. Muddat ba'zida oz deganda shu kuni kech tarafda yoki o'zini 10-15 kuniga so'zilib bo'ladi. Ishqilib, olg'uchi taraf buni o'z ustiga oladi. Berguchi taraf suylaydi. Mushundoq davomlashadi. Hatto ba'zida bu ikkalarining o'rtasida elim berim oyoqlashmaydi. Balki hisobot orqali davomlashib aylanib turadi. Bu savdoning shariatdagi hukmi nima? Yana bir xil usuli olg'uchi taraf oltinni gramlab oladi. Lekin bu oltinni shu kunning oltin bahosi bo'yicha hisob qilmaydi. Balki muncha gram oltin olg'uchiga o'tdi degan to'xtam bo'yicha hisoblaydi. Ondan ixtiyor olg'uchiga o'tgan bo'ladi. Olg'uchi oltinning o'sib tushish ahvoli va o'zining oltin zapisining ahvolini chiqish qilgan asosda yangi oltin o'rniga gramlab kona oltin beradi. Yangi konalik farqi ish haqqi deganlarni ayrim beradi. Yoki xohlagan bir kuni shu xohlagan kunidagi oltin bahosi bo'yicha pulga so'ndirib pul berdi. Demak, A taraf bilan B tarafning hisoboti oltinning gramlik sonida bo'ladi. Buningdami ikki tarafning hamkorlik munosabati quyuq bo'lg'achqa, ilm birim naq-munaq bo'lmasdan hisobot daftari orqali bo'ladi. Bu xildagi savdoning islomdagi hukmi nima? Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Suolda bayon qilingan har ikki xil savdo turi shariatda to'g'ri bo'lmagan savdolar bo'lib, mazkur ahvollarda savdo harom bo'lish bilan birga jazoni shakllanadi. Chunki oltin bilan kumushni elib setishda odatdagi savdoda shart qilingan shartlardan boshqa bir necha alohida shart topilishi kerak. Bularning eng muhimi tuvandagi ikki shart. Birinchi, oltin bilan kumushni o'z turiga setishda, ya'ni oltinni oltinga, kumushni kumushga setishda naq-munaq va ig'irligi tang-mutang bo'lishi shart. Bu shartga rioya qilinmagan ahvolda jazoni shakllanadi. Abu Said al-Xudari radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: oltinni oltinga tang-mutang bo'lmasa sotmanglar. Birini yana biridan ortiq qilmanglar. Kumushni kumushga tang-mutang bo'lmasa sotmanglar. Birini yana biridan ortiq qilmanglar. Uning nisesini naqdga sotmanglar. Ikkinchi, oltin bilan kumushni boshqa bir turiga, ya'ni oltinni kumushga sotganda naq-munaq bo'lishi shart. Ig'irligi tang bo'lishi shart emas. Bu haqda olimlarning ijmosi bor. Buningga munosabatli hadislarni tuvanda bayon qilamiz. Yuqorqi ikki shart topilmasa jazoni shakllanadi. Mazkur ikki savdo usulida bu shartlar topilmagan bo'lib qolmay, ikkinchi xil usulda oltinga to'lamoqchi bo'lgan narsa oltinmi yoki pulmi muayyan bekitilmagan. Pul bo'lsa grammi qanchadan bo'lishi qatorliqlarning noma'lumligi bilan savdoning haromligini, botilligini taxmin ig'irlashtirib o'tadi. Yana olimlar sahih hadislarga tayanib birdak ijmo qilib muayyanlashtirganki, savdo satiq va jazoni ahkomlarida oltin kumushning sifatining yuqori tuvanligi shundaqla koni yangilikqa e'tiborga ilinmaydi. Natijada sifatlikini nachirga, konisini yangisiga birini ig'irroq qilib yoki yangi konalik farqi ish haqqi uchun pul berib savdolarsa to'g'ri bo'lmaydi. Balki koni oltinni setib pulini hisoblab elib, ondan yangi oltinning savdosini qilib, uning pulini naq berish lozim. Buni aniq qilib bayon qilgan hadislardan misolga olsak, Abu Said al-Xudari bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhu ikkalani rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ansarlardan Bani Adi jamoatidan bir kishini amallar qilib Xaybarga avatib ishlatgan edi. U kishi Rasulullohga yaxshi xurmolarni olib kelganda Rasululloh uningdan: "Xaybarning xurmasining hammasi mushundaqmi?" deb so'radi. U: "Yo'q, ey Rasululloh. Alloh bilan qasamki, biz bu xurmadan bir soni aralash xurmadan ikki sog'a olamiz" dedi Rasululloh. "Undaq qilmanglar, lekin tangi tang tegishsanglar bo'ladi. Yoki ma'u nacharlarini tangilarga setib, uning puliga mundaq yaxshilarini setib olinglar. Tarozi bilan sotiladigan narsalarmi shuningga o'xshash" dedi. Yana Abu Said al-Xudari radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Oltinni oltinga,
kumushni kumushga, bug'doyni bug'doyga, arpani arpaga, xurmani xurmaga, tuzni tuzga tang-mutang va qo'lma-qo'l tegishish lozim. Kimki ortiq bersa yoki ortiq olishni talab qilsa, olg'uchimi, berguvchimi o'xshashli jazoni qilgan bo'ladi. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: oltinni oltinga, kumushni kumushga, bug'doyni bug'doyga, arpani arpaga, xurmani xurmaga, tuzni tuzga o'xshashmi o'xshash, tang-mutang va qo'lma-qo'l naq tegishish lozim. Mubada bu turlar farqli bo'lsa, naq-munaq bo'lgan taqdirda xohlagan bo'yicha setinglar. İmam Navaviy oxirgi hadisini sharhlab mundaq deydi: olimlar bu hadis oltin kumushning sifatligi, sifatsizi, seqi, so'niqi, zibuzinnati, kipiki va undan boshqa barliq turlarini o'z ichiga oladi. Sap bo'lsin, boshqa narsaga aralashqani bo'lsin, o'xshash. Bularning hammasi ijmo qilingandir. İmam Sarxasiymi yuqori hadislarga asosan aytadi: bir kishi bir tillani uningdan persenti yaxshiroq bir tillaga sotib olmoqchi bo'lsa, vazni tang-mutang bo'lmasa to'g'ri bo'lmaydi. Biz rivoyat qilgan hadislarga asosan uning yaxshisi, nachiri, zibuzinnat shakldagisi, kipiki, eqi va qarsi bu vaqtda barobar. Chunki shariat elib kelguvchi zot sallallohu alayhi va sallam u hadislarda kumushni kumush qarshisida tilga olgan. Kumush ismi yuqorqi turlarning hammani o'z ichiga oladi. Oltinni oltinga sotgandimi shundoq. Yaxshisi, nachiri, kepiki va zibuzinnat shakldagisi bozorda pul qatorida ishlatilsin yoki ishlatilmasin, hammasi barobar. Chunki ularni o'z turiga almashtirganda sifatining yaxshiligi yoki hunar qatilganligining qimmati bo'lmaydi. Demak, uning borligi yo'qligiga o'xshash. Biz yuqorida to'xtam so'rinida ikki taraf badalni qo'liga topshirib elishi vojib deb bayon qilganimizdek, uningda ozg'ina muddat belgilasimi bo'lmaydi. İkki badalni to'xtam so'rinida topshirib olmaslik to'xtamni batil qilib etadi. Shundoq bo'ladi ekan, badalni kechiktirish ashu to'xtam taqozosiga zid keladi. To'xtam taqozosiga zid keladigan bir narsani shart qilish bo'lsa, to'xtamni batil qilib etadi. Davrimizdagi qog'oz va shuningga o'xshagan oltin kumushdan boshqa pullar oltin bilan kumushning o'rnida turdi. Natijada qog'oz pulni qog'oz pulga almashtirishda oltin bilan kumushga o'xshashda yuqorqi ikki shart tepilishi lozim. Bo'lmasa jazoniga aylanadi. Islom fiqhi akademiyasi Makka mukarramadagi 5-navbatlik qurultayida shunday qaror chiqargan. Qog'oz pul o'z oldiga ayrim pul bo'lib, uningga oltin bilan kumush pullarning hukmi beriladi. Shundoq bo'lg'achqa, uningda zakot vojib bo'ladi. Birini biriga setishda oltin bilan kumushda shakllangandekla ortiqlik va nechilik jihatdan kelib chiqadigan jazoni shakllanadi. Islom fiqhi akademiyasi yana qog'oz pullar tarqatgan davlatlarning o'xshamasligiga qarab o'xshamagan turdagi pullar hisoblanadi. Masalan, Saudiya qog'oz puli bir tur, Amerika qog'oz puli yana bir tur bo'ladi. Mushu tariqada har bir turdagi qog'oz pul o'z oldiga mustaqil bir tur hisoblanadi. Shundoq bo'lgandan keyin uningda jazonining ortiq kamlik jazonasi bo'lsin, nechilik jazonasi bo'lsin, har ikki turi shakllanadi deb muayyanlashtirgan va munda xulosalagan. Bularning hammasi tuvandagilarni taqozo qiladi. Birinchi, qog'oz pulni qog'oz pulga yoki oltin, kumush va yoki boshqa moddadan yasalgan boshqa turdagi pullarga nesi setishga mutlaq bo'lmaydi. Shunga masalan, Saudiya riyalini boshqa bir pulga, har ikki pulni naq topshirib elishmay nesi setishga bo'lmaydi. Ikkinchi, bir qog'oz pulni shu turdagi pulga naq bo'lsin yoki nesi bo'lsin, birini yana birdan ortiq yoki kam setishga bo'lmaydi. Masalan, 10 Saudiya qog'oz riyalini 11 Saudiya qog'oz riyaliga nesi bo'lsin yoki naq-munaq bo'lsin setishga bo'lmaydi. Qog'oz pulni boshqa turdagi qog'oz pulga naq-munaq bo'lsa setishga bo'ladi. Masalan, Suriya yoki Livan 1 lirasini Saudiya 1 riyaliga yoki uningdan oz yoki ko'pga setishga bo'ladi. Riyal, qog'oz yoki kumush bo'lsin o'xshash. Bu qarorni islom dunyosidagi mashhur fiqh akademiyalari, fatvo komitetlari hammasi ta'kidlagan va qog'oz pulni jazona va zakot ahkomlari isbotlanish jihatdan oltin kumush o'rnida deb qaragan. Buningdan oltin bilan kumushni qog'oz pulga elib setishda naq-munaq bo'lmasa joiz bo'lmaydiganligi aniq bo'ladi. Qog'oz pul bilan oltin kumushning farqi shuki, oltin kumush Alloh tarafidan pul qilib yaratilgan ma'dandir. Kipiki bo'lsin, cho'ngi bo'lsin, nokchisi bo'lsin, cho'kisi bo'lsin, pulliq alohidaligi yo'qolib ketmaydi. Bu jihatdan oltin kumush zibuzinnatlarimi yasalish bilan pul bo'lish doirasidan chiqib ketmaydi.
Ammo hozirgi qog'oz pullar bo'lsa, davlatlar tarafidan tovar ashyolarning bahosi qilib bekitilgan bo'lg'achqa, bu davlatlarning yiqilishi yoki amaldan qoldirishi bilan pulliq sifatini yo'qotadi. Yuqorqilardan ko'rib olishga bo'ladiki, kepiki bo'lsin yoki cho'kisi bo'lsin yoki nokchisi bo'lsin, so'qilgan tangi tillasi bo'lsin yoki zibuzinat shaklida yasalgani bo'lsin, har qanday oltin kumushga yoki qog'oz pulga almashtirish shariatdagi pul savdosi sarf doirasiga kiradi va bu savdo harom savdoga va jazoniga aylanmaslik uchun ikki taraf badalni to'liqi bilan shu so'rining o'zida naq qo'lga topshirib olgan bo'lishi shart. Buningda boshqacha qarash yo'q. İmam İbnül Munzirmi bu vaqtdagi ijmoni shundoq naql qilgan. Man qarashlarni asli tutgan ahli ilmlarning hammasi ijmo qilganki, pulni pulga almashtirgan ikki taraf pulni qo'liga topshirib olishdan burun biri-biridan ayrilib ketsa, bu pul almashtirish savdosi botildir. Ilgirki olimlar ana shundoq ijmo qilgan bo'lsa-mu, keyingi davr olimlaridan imom ibn Taymiya rahmatullohi alayhi bilan shogirdi imom ibnul Qayyim rahmatullohi alayhilar bu ijmodan boshqacha qarashni o'ttirg'a qo'ygan va oltin kumush zibuzinat odatda pul qatorida ishlatilmagan taqdirda uni o'z turi bo'lgan oltinga yoki kumushga tegishganda tang-mutang bo'lish shart emas. Ortiq qismi hunar ish haqqi uchun hisob bo'ladi deb qaragan. Bu qarash Muaviya radhiyallohu anhuga va Hasan Basri, İbrahim Naxai va Sha'biy qatorliq ba'zi tabiinlarga mansub qilingan. Aslida Imom Ibn Taymiyadan ikki xil qarash kelgan bo'lib, birida ijmoga o'xshash qaragan. Masalan, u Fatvolar majmuasida yasalgan kumush zibuzinnat hunar qilganlik uchun uningdan ig'irroq kumushga sotilsa joiz bo'lmaydi degan. Lekin İmam İbn Taymiyaning bu mashhur qarashi ijmoga udul kelmaydi. U ixtiyorotda kelgan oltin kumushdan yasalgan zibuzinatlar pul deb ishlatilmaganda bo'lsa, o'z turiga tang-mutang bo'lishini shart qilmasdan sotishga bo'ladi. Ortiqi hunar haqqi hisoblanadi. Savdo naq bo'lsin yoki nasiy bo'lsin o'xshash. Bu mazmun boshqa kitoblardanmi kelgan. Әмді İmam İbn Taymiyaning oltin kumush zibuzinatlarni o'z turiga yoki boshqa turiga bir-biridan ortiq yoki nesi setishga bo'ladi degan bu qarashi bo'yicha aytadigan bo'lsak, oltin kumush zibuzinatlarni qog'oz pullarga, yangi oltin kumushni ko'na oltin kumushga bir-biridan ortiq, kam, naq yoki nesi setishga bo'ladi degan natija chiqadi. Chunki bu ahvolda oltin kumush zibuzinatlar raxat va boshqa barliq tovarlardan farqlanmaydigan odatdagi tovar molga aylangan bo'ladi. Bu qarashni hozirgi zamon olimlaridan Shayx Abdullah ibn Manyi qatorliqlar yoqlagan. Lekin bu qarash ilgirki olimlarning ijmosiga qarshi bo'lish bilan birga sahih hadislarga muzid keladigan intayin zaif qarashdir. İcmaga zid deyishimizda bu vaqtda ilgirkilar ijmoga kelgan yuqorqi imom ibnul Munzir, imom Navaviylardan boshqa Qozi Iyaz, imom ibn Abdulbar va imom ibn Hajar qatorliq ko'p sonliq olimlar bu vaqtdagi ijmoni naql qilgan. Islom fiqh akademiyasi qatorliq hozirgi zamon fatvo organlarimi shundoq qaror chiqargan. Bu qarashning Hazrati Muaviya radhiyallohu anhuga nisbat berilishiga kelsak, Ata ibn Yasar mundoq deydi. Muaviya ibn Abu Sufyan bir oltin yoki kumush qochini uning ig'irligidan jiqroq oltin yoki kumushga sotgan edi Abu Darda radhiyallohu anhu. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning buningga o'xshash savdoni to'sqanligini, faqat tang-mutang sotishga bo'ldiganligini aytganligini anglagan edim dedi. Muaviya uningga: "Men buningga o'xshash savdomi bo'ladi deb qarayman" dedi. Buni anglagan Abu Darda radhiyallohu anhu ochiqlanib: "Men uchun Muaviyaning adabini kim berib qo'ydi? Men uninga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'zini aytib beribsam, u o'zining fikrini aytibotadi. U bor zaminda men yashamayman" dedi. Ondan xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qashig'iga kelib ahvolni uningga aytgan edi. U Muaviya radhiyallohu anhuga undaq qilmaslikni, faqat tang-mutang ig'irlikda setishini chigilab maktub yozdi. Abu Darda radhiyallohu anhuning bu vaqaligi sanad jihatdan zaif bo'lsa-mu, lekin buning yana bir varianti Sahih Muslimda Ubada radhiyallohu anhudan sahih holatda kelgan. Ubada radhiyallohu anhuning bu hadisi kumushni kumushga ortiq kam qilib setishni cheklashda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kumushni kumushga tang-mutang bo'lmasa setishni cheklaganligini dalil qilishi ijmoning bir dalili bo'lish bilan birga Muaviya radhiyallohu anhuning bu vaqtdagi hadisdan xabarsiz qolganlikdan o'zi ijtihodi bo'yicha fatvo berganligi va boshqa sahobalarning uniga tanbih berganligini aniq ko'rsatadi. Yana bir tarafdan bu hadisdan Muaviya radhiyallohu anhuning
bu masalada nesi setishni durust deb qaraydiganligini aniq va konkret qilib isbotlash tez. Undaq bo'lgan ekan, buningga asoslanib sahobalarning ijmosini yo'q chiqarishga bo'lmaydi. İmam İbn Taymiye rahmetullahi alayhi qatorliq ba'zi olimlarning qarashining sahih hadislarga muzid keldiganligiga kelsak, yuqorida biz u hadislarning umuman dalil bo'ladigan bir qismini bayon qilib o'tdik. Undan boshqa yana naq dalil bo'ladigan hadislardan mundaq bir necha misol elish mumkin. Fazala ibn Ubayd Ansari radhiyallohu anhu aytadi: Xaybarda elingan g'animat ishidan oltin va marjon o'tkazilgan bir zanjir setish uchun chiqarildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu yerda hozir edi. U zot sahobalarni zanjirdagi oltinlarni ayirib chiqarishga buyurdi va oltinni oltinga tang-mutang tartib setinglar dedi. Navoda u zanjirni tovar sifatida setish joiz bo'ladigan bo'lsa edi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningdagi oltinni ayirib chiqarishga, tang-mutang setishga buyurmagan bo'ladi. Bu hadis sahih bo'lg'achqa, Imom Ibn Taymiya buni rad qila olmagan va boshqacha ta'vil qilib izohlab, bu savdoda zanjirdagi oltin uni setib olishga berilgan oltindan ortiq edi. Shunga oltinni ortiq oltinga almashtirish bo'lg'achqa, Rasululloh buni to'sqan degan. Bu izohatida Imom Ibn Taymiya u zanjirni tovar emas, balki bir-biridan ortiq bo'lgan taqdirda jazoni shakllanadigan tur deb e'tirof qilgan bo'lg'achqa, bu izohati orqali Imom Ibn Taymiya o'zining oltin zibuzanatlar tovar hisoblanadi, bir-biridan ortiq yoki nisi setilsa jazoni shakllanmaydi degan qarashini tegidan yiqitgan bo'ladi. Yana Mujohid rivoyat qilib deydiki, men Ibn Umar radhiyallohu anhuma bilan birga edim, uning yoniga bir zargar kelib uningga: Ey Abdurahmonning otasi, men oltinda zibuzanat qo'yaman. Andin o zibuzanatlarni o'zidan ig'irroq sotaman. Shunday qilib, ashu puldan ish haqimni chiqarib olaman dedi. Ibn Umar uni undaq qilishdan to'sidi. Zargar qayta so'ravergan edi. Ibn Umar uni to'saverdi. Oxiri masjid darvozasiga yoki uloqqa yetib kelganda va minmoqchi bo'lganida Ibn Umar mundaq dedi: Bir tillani bir tillaga, bir tangini bir tangiga ortiq qilmay tegishish lozim. Bu payg'ambarimizning bizga topshirig'ini, bizningmi sizlarga topshirdiganimiz. Bu hadisdagi Ibn Umar radhiyallohu anhuma zargarga bu payg'ambarimizning bizga topshirig'ini, bizningmi sizlarga topshirganimiz degan iborasi sanadi Rasulullohga tutashgan, ehtimollikqa yo'l yo'q sahih hadisdir. Bu va yuqoridagi aniq sahih hadislar Ubada, Fazala va Ibn Umar radhiyallohu anhulardan kelgan bayonlar va uning qarshisida biror sahobaning boshqacha qarashda bo'lmaganligi dalillanishidek ijmo darajalik hukm bor ahvolda Imom Ibn Taymiyaning oltin kumush zibuzanatni odatdagi tovarga o'xshatib qilgan qiyosi puttirab turolmaydi. Hasan Basri qatorliq tabiinlardan kelgan qarashlar yig'ilgan chog'da texmi shundoq. Uning ustiga ulardan kelgan qarash Imom Ibn Taymiya degandek sap zibuzanat haqida kelgan bo'lmasdan qilich, uzuk va kemardek temir va boshqa moddaga qo'ndirilgan oltin haqida kelgan. Halbuki bu turli narsalarda tabiinlarda qarash o'xshash emasligi aniq masala bo'lib, ular o narsalarga qo'ndirilgan yoki yaltilgan oltinni asli hukmdan mustasno qilib o'tgan bo'lg'achqa, ular xuddi sap oltin zibuzanatlarni birini biridan ortiq yoki nisi setishni joiz deb qaragandek ko'ringan. Shunga Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi Hazreti Muaviyadan va ashu tabiinlardan kelgan rivoyatlarga asoslanib, bu masalada ijmo yo'q deb qanoat hosil qilgan bo'lishi va ilgirki olimlarning qarashini olmay, yangi qarashni o'ttirg'a qo'ygan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, ijmoga zid qarashda bo'lmagan bo'ladi. Yana kelib, qiyos jihatdan Imom Ibn Taymiyaning oltin kumush zibuzanatni odatdagi tovarga o'xshatgan qiyosi puttirab turolmaydi deyishimizda birinchidan oltin bilan kumush savdosida jazoni shakllanishi hadisning aniq ko'rsatmasi bilan isbotlangandir. Buningdagi illat hukm chiqarishda ta'sir ko'rsatadigan sifatni pul bo'lganligi deb bekitish bo'lsa, ijtihod yakunidir. Olimlarimizmi yakunlagan illatning oyat va hadisning aniq ko'rsatmasi bo'yicha isbotlangan hukmni bekor qilib o'tilmaydiganligini muayyanlashtirgan. Chunki oyat va hadisning aniq ko'rsatmasining dalolati keskin. İctihad va yakunning dalolati bo'lsa keskin emasdir. Yana bir tarafdan Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhining qiyosi bo'yicha kesak yoki cho'ka va nokcha oltinlarni pulliq sifatini yo'qotgan taqdirda uningda jazoni shakllanmasligi kerak bo'ladi. Halbuki Imom Ibn Taymiya uningda jazoni shakllanadi deydi. Demak,
Biz bu nuqtadanmı İmam İbn Taymiya va shu qarashdagi ba'zi olimlar o'ttirg'a qo'ygan asosliq dalillarga isbotli qilib raddiya bergan bo'ldik. Aslida bu aniq masala bo'lib, bu qadar uzun to'xtalish hojatsiz edi. Biroq İmam İbn Taymiya va shogirdi İmam İbnul Qayyim rahmatullohi alayhilar bilimi mo'l, qalami kuchlik, katta muhaqqiq olimlardan bo'lg'achqa, bularning ashu zaif qarashni yaqlab qolishi uni kuchli qarashda ko'rsatib qo'ygan. Natijada ilm ahllaridanmi bu haqda ikkilanish paydo bo'lib qolgan. Bu sababdan bu qarashning zaifligini ko'rsatib qo'yishni loyiq ko'rdim. İcmani tutqan hozirgi davr ko'pchilik olimlarning qarashini tarjih qilishning yana bir sababi shuki, jazoni barliq samoviy shariatlarda harom qilingan bo'lib, shariatimizdami halok qilguvchi cho'ng gunohlar qatoridan sanalgan. Alloh taolo Qur'onda jazoni yeguchiga jang e'lon qilgan va bilib turib jazoni muomalasi qilganlarni do'zaxda mangu qoladiganlar qatoridan sanab, jazonidan kelgan kirimdan barakatni ko'tarib o'tadiganligini bayon qilgan. Payg'ambarimizmi hadislarda jazoni yeguchi va yegizguchiga la'nat qilgan. Jazoni bu qadar ig'ir va cho'ng gunoh bo'lgandan keyin ijmo va sahih hadislar ko'rsatgan qarashni tutish taqvodorlik izlaydigan har bir musulmonga loyiq ishdir. Haq taolo aytadi: jazoni yeydiganlar qiyomatda saranliqdan shayton so'qiyotgan odamlardekla qopidi. Bu ularning ilm setim jazoniga o'xshash deganligidandir. Alloh ilm setimni halol qilib, jazonini harom qildi. Shunga kimki Parvardigori tarafidan vaz-nasihat kelgandan keyin bo'ldi qilsa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga qoladi. Kimki jazoni qilishga qaytadigan, ana shular do'zax ahli bo'lib, ular uningda mangu qolg'uvchilardir. Baqara surasi 275-oyat. Xulosa: 1. Oltin kumushni oltinga yoki kumushga yoki qog'oz pulga setishda har ikki taraf shu so'rindan ayrilishdan burun badalni qo'liga naq va to'liq topshirib olishi shart. Nesi qolsa jazoni shakllanadi. 2. Koni oltinni yangisiga, kepak yoki tilla yoki cho'ka oltinni zibuzanat oltinga almashtirishda cho'qim grammi tang barobar bo'lishi, naq bo'lishi lozim. Kumushmi shundoq. Almashtirishda nesi qolsa jazoni shakllanadi. 3. Oltin kumushning sifatining yuqori tuvanligi shundoqla koni yangliga e'tiborga aylanmaydi. Natijada sifatlikni nachirga, konisini yangisiga birini ig'irroq qilib yoki yangi konilik farqi ish haqqi uchun pul berib sodlashsa to'g'ri bo'lmaydi. Balki koni oltinni setib pulini hisoblab naq olib, ondan yangi oltinning sodasini qilib, uning pulini naq berish lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2. tom 68 numurliq fatvo.